bir vaqtda endi shu ishlab yurgan paytimda bir to'yga bordim. To'yga borsam, to'yda senatorlar o'tiribdi bitta stolda. Meni tanishim bor edi, taklif qilib qolishdi. Men Erkin Vohidovning yonida, Xudo rahmat qilsin, shoirimiz, senator Erkin Vohidovning yoniga o'tirib qoldim. Shunda Erkin aka, qayerda ishlaysiz dedi. Ukam, men soliqda ishlayman, soliqchiman. Ha, siz soliq. Lekin dedim, men she'riyatga ham qiziqaman dedim. She'riyatga ham qiziqaman. Men sizni she'rlaringizni ham dedim, juda ham dedim bir hurmat qilgan holda o'qiyman dedim-da, sizni she'rlaringizni ham o'qib boraman desam, u odam boshqalar bilan suhbatlashmasdan men bilan suhbat qurib boshladi. Shunda men aytdim, meni eng qoyil qilgan joyim shuki, sizdagi kam uchraydigan qobiliyat bor. Mana siz bitta she'r yozgansiz dedi. Bitta q harfi bilan boshlanadi. Har bir so'zda q harfi bosh harf hisoblanadi. Qora qoshing, qalam qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz, qilur qatlimga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz, qafasda qalb qushim qiynab, qanot qoqqoli qo'ymaysan, qarab qo'y yilqiyo, qalbimni qizdirsin quyoshing qiz deb yozgansiz desam, o'rnidan shundoq turdi-da, meni quchoqlab, mana qarang, soliqchi bu yigit. Bu biror bir filolog emas, oddiy bir mana soliqchi. Lekin meni bu she'rlarimni yod olish hammaga ham emas. Mana shularni hozir shundoq tasodif uchrashdik, yo tayyorgarligimiz yo'q edi. Tasodif uchrashganda meni bu yigitga hurmatim shunday oshdiki edi. Shu yerda men bilan quchoqlashib o'tirib suhbatlashganmiz. Aytmoqchimanki, bunday bo'lish uchun albatta o'qish kerak. She'riyatdan ham o'qish kerak, badiiy kitoblardan ham o'qish kerak, kodeks qonunlardan ham o'qish kerak. Yoshlarga ham shu maslahatim, o'qishsin ko'proq, kitob o'qishsin, badiiy kitoblarni o'qisin, muomala madaniyati oshadi, ishqilib tarbiyasi oshadi. Shuni o'qisin, ko'proq o'qisin deyman. O'zini kasbini sevsin. Men o'z kasbimni sevganim uchun ham haligacha ishlab yuribman. Kasbini sevgan odam ertalab turib zo'r kayfiyat bilan chiroyli bo'lib, kiyinib, taranib bu ishxonasiga ham hurmat, ham o'zining ishiga bo'lgan hurmati, faxrlanishi natijasi. Men shuning uchun o'z kasbimni sevaman va yangi O'zbekistonimizni gullab yashnashi uchun, kelajagi uchun ozgina bo'lsa ham o'zimni hissamni qo'shib kelayotganimdan men faxrlanaman.